Assalomu alaykum qadrli ustozlar. Bugungi darsimiz onlayn chizib berishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun shu fandan kiradigan ustozimiz o'zini profilidan metodik yordam bo'limiga o'tadi va bu bo'limdan mavjud ishlar bo'limini tanlaydi. Bosamiz va filtrdan, ya'ni tanlab olish imkoniyatidan biz fanimizni tanlaymiz. Misol uchun kimyo va sinfini tanlaymiz, sinf. Va undan keyin ish turini, misol CSB bermoqchi biza. Keyin tilini, o'zbek tilidan va hisobot davrlarida bizada birinchi chorak turishi kerak. Mana bizada demak onlayn CSB demo versiyasi bor ekan, ya'ni kimyo fanidan 10-sinflar uchun. Xo'p, demak bu yerda birinchi navbatda mana bu onlayn CSBni vaqtiga e'tibor berishimiz kerak. Demak bu 10-sanada soat 8 dan to 18:00 gacha bu onlayn chizibimiz demak berish mumkin va bolalar buni ishlashi mumkin ekan. Xo'p, undan keyin berish tugmasiga o'tamiz, bosamiz. Xo'p, CSB nomi, fani, endi maktabini tanlaymiz. Maktab. Undan keyin sinfini tanlaymiz, 10-sinflar va 10-sinflardan qaysi sinfga berishimizni tanlaymiz. Xo'p, demak 10-ga beramiz. Undan keyin sanasi, mana sanasi va xo'p, bizada vaqt. Endi bu yerda bitta narsaga inobatga olishimiz kerak. Xo'p, biza hozir onlayn chizimini berayotgan vaqtimiz, ya'ni yuklayotgan vaqtimiz bu yerda ko'rinib turadi. Ana biza o'quvchi to o'zini profildan kirib, o'zini ishi, ya'ni shu onlayn chizimini ishlashi boshlaguncha ma'lum bir vaqt o'tadi. Shuning uchun bu yerga 10 minut yoki 5 minut qo'shamiz. Masalan, agar 5 minut qo'shadigan bo'lsak, bizada 15-50 bo'ladi. Mana 5 minut qo'shdik. Va undan keyin biz berish tugmasini bosamiz. Demak, bu yerda eng inobatga oladigan narsamiz demak vaqt. O'quvchilar uchun qo'shimcha bir 5 yoki 10 daqiqa qo'shib berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qolganlari mana shunday to'ldiriladi va berish tugmasi bosiladi. Xo'p, mana bizada bu CSB muvaffaqiyatli berildi degan ogohlantirish chiqdi. Demak, bizada CSB shu sinf uchun berildi va yopish tugmasini bosamiz. Xo'p, mana bizada e'tibor bersanglar 10A sinfga, mana 10A sinfga bizada CSB berilgani turadi. Ya'ni kim tomonidan berilgani va sanasi turadi. Xo'p, tushunarli bo'ldi deb o'ylayman ustozlar. Sog' bo'linglar.